Ikki xonali uyi puliga akalar sizlarga Zangita to'qimachilik mahalla, Turkiston mahalla to'g'riroq, Turkiston desa hamma bilar ekan akalar. 1.1 sotuvdan 4 ta kottejimiz sotuvga chiqyapti. Shunday yo'l yuziga 200 metr chiqasizlar. Mana shu joyimizda 4 ta kottej, bu yoq taraflarga ham kottej tushadi akalar. Sizlarga men qanaqa bitishini bitta ko'rsataman, o'zingizlar ko'rib, wow deb yubormasanglar hisob emas akalar. Ko'rib o'tinglar akalar, uyimiz 100% pishgan g'ishtdan bo'ladi. 2 etajga bo'ladi akalar. Tashqi fasadi, eshik romlarigacha ham qo'yib beriladi akalar. Bu yog'imizda 6 metr yo'l bo'ladi. Akalar bemalol ko'rishinglar mumkin. Hamma shart-sharoitlari qilingan, umuman muammosiz akalar. Gaz, suv, svetdan umuman muammosiz akalar. Elektr montaj ishlarini o'zingizlar bitirib olasizlar akalar. Gazimiz ham shunda ko'chani boshiga yo'l shunda olib kirib ketasizlar o'zingizlar. Hamma shart-sharoitlari bilan qilib qo'yilgan xonadonimizni akalar sizlarga 65 ming dollarga berib yuboramiz. Pastda egalari nomerini qoldiraman. O'zingizlar bog'lanib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi akalar. Bunaqa imkoniyatni umuman qo'ldan boy bermanglar.